И hop, strana degan joyda O'zbekiston, и городga yozamiz. Toshkent deb yozamiz. И hop, telefon nomer degan joyga nomerimizni yozamiz. И elektronniy pochtaga ham hop yozamiz o'zimiz pochtamizni. Hop, и keyin parol topamiz o'zimizga. Hop. Parol yozamiz и ismimizni yozamiz. И hop, и зарегистрировать счет degan tugmani bosamiz. И hop, сохранить parolni bosamiz. Bizda уже счетimiz ochildi. Hop, bizda счет ochildi. Endi LiberTex programmasiga o'tib, xuddi shu akkauntimizga kiramiz. Hop, LiberTex programmasiga kirdim. Endi YT knopkasini bosamiz и saytda yozgan pochtamizni yozamiz. Ya'ni boya saytda yozganimizni yozamiz и saytda yozgan parolimizni bu programmaga yozamiz. Va продолжить tugmasini bosinglar, уже sizlarda akkaunt bor LiberTexda, hozir kiramiz. Hop, qaranglar, hozir bizda demo shot, lekin demodan realniga o'tamiz. Mana shu knopkani bosamiz. Hozir shotimiz endi realniga o'tadi. Bo'ldi, bizning shot hozir realniga o'tdi. Endi mana hozir bu holatda еще knopkasini bosamiz и mana tepadagi profil tugmasiga bosamiz и личные данные anaqaga o'tamiz, bo'limiga o'tib и hop, изменить личную информацию degan knopkaga bosamiz и bu yerda bizda mana ismni yozamiz, ya'ni pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozamiz bu joyga. Familiya degan joyga o'zingizlarning familiyalarini yozasizlar, ya'ni pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa и tug'ilgan yilinglar, kuninglar, oy hammasini yozamiz и hop, город degan joyga shahar yozamiz и pasport ID raqamimizni yozamiz. И shundan keyin bizda уже to'liq registratsiya bo'ladi. Hop, o'rtoqlar, men hammasini yozdim. Yozganimizdan keyin bu joydan chiqib turamiz. Hop, bizda уже счет ochildi, ya'ni registratsiya qildik. Endi счет ochishga o'rgataman MetaTrader 5 editoriga. Hop, bu yerda tanlaymiz. Misol uchun MetaTrader 5. Hop, market bo'limini tanlaymiz, instant emas. Market tanlasangiz spread 0 bo'ladi. No ozgina komissiya, no zato spread 0 и LiberTex brokerda pul chiqarish 30 sekundda bo'ladi. Hop, endi marketdan счет ochamiz. Hop, bizda bo'ldi, счет ochildi. Кошельки anaqasiga o'tib, knopkasiga o'tib, mana bitta bossak, shu knopkani ustiga уже mana учетный данныйga bosamiz. Bizda уже счетimiz, login, parollari, serverlari hammasi chiqib keladi. Bemalol o'shalarni kopировать qilib, MetaTraderga kirib ishlasanglar bo'ladi. Hop, depozit qilish kerak bo'lsa, пополнить счетga bosamiz и shu пополнить счетni bosib, bu yerdan уже karta raqamlarini hammasini terib, o'zingizlar ishlasanglar bo'ladi, depozit qilib, hamma yo'q.